Assalomu alaykum, kanalimizning shaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib keluvchi aziz obunachilar, bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Ushbu loyihamizni Toshkent viloyati Qibray tumaniga tayyorlab berdik. Loyihamizga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, loyihamiz 2 qavatli, 2 ro'zg'orli oilalarga mo'ljallangan ixcham va kam xarajatli loyihalardan biridir. Loyihamiz juda bir o'zgacha bo'lgan, chunki buni o'zgachaligini sababi, masalan, ko'p Toshkentda hozir ko'proq fasad dizayn holatlariga, ko'rinishlariga e'tibor berilayotgan bo'lsa, bizni bu klientimiz shunday bir fikrladiki, menga tashqari muhiti, tashqari fasadlardan ham kari yashaydigan holati, udobnostvasi, chiroyli holati, qulay, komfort bo'lishi kerak deb mana shu holatdagi oddiygina fasad ko'rinishini bergan holati bor urg'uni ichkari holatlariga umuman yashash uchun qulay bo'lishligi uchun shunaqangi chiroyli yechim tayyorlab berdik. Loyihamiz tashqi razmerlariga keladigan bo'lsak, ko'cha tarafimizni uzunligi 15 metr, uyimizni mana bu yon taraf uzunligi 43 metrni tashkil etadi. Mana shunda agar kim ushbu loyihamizni birga bir qurmoqchi bo'lsa, umumiy hisobda 6,5 sotiq yer maydoni kerak bo'ladi. Uyimizni asosiy bo'lgan mana bu 2 qavatli uchastkamiz razmerlarini o'zini aytib o'tadigan bo'lsak, mana bu yon tarafi esa 12 metr, mana bu oldi tarafiga esa razmerlari 13,60 santimetrni tashkil etadi. Mana shunda 2 qavatli uchastkamizni o'zini egallab turgan yer maydoni 163 kvadrat metr maydoniga to'g'ri keladi. Ko'rib turganingizdek, asosiy uyimiz mana bu o'rtada ko'cha tarafga qaratib qurilgan va uyimizni oldida bunaqangi yengil konstruksiyadan bo'ladigan terrasa qismi bor. Juda bir chiroyli holatda terrasa qismimizni zontikchalari, bunaqa zontiklari ham idealniy holatda, individualniy yondashgan holatda chiroyli tayyorlab berdik ko'rib turganingizdek. Va yana eng ahamiyatli taraflardan biri mana bu naves qismi hisoblanadi. Navesimizni ko'rib turganingizdek, butun uyimizni ko'cha tarafi eni bo'ylab loyishli holatda qilingan va navesni mana bu ichkari tarafi, ya'ni bu yon tarafi 8 metrni tashkil etadi. Navesimiz juda bir keng holatda ko'rib turganingizdek, bemalol mana bu joylariga 3 ta 4 ta mashinani sig'dirib yuborsalar bo'ladi. Kirganimizda o'ng qo'l tarafda mana bu yerda bizni yozgi oshxonamiz, bu yerda tapchan so'rilarni qo'yib chiroyli muhit yaratib berganmiz. Endi loyihadagi uyimizni fundament razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizni fundamentini umumiy yaxlit ko'rinishi mana shunday holatda ko'rib turganingizdek, asosiy uyimizni fundament qismi mana bu yerda to'rtburchak holatda, bu tarafda terrasa qismi hisoblanadi va uyimizda yotoqxonamizni sanuzeli tashqari muhitga chiqqanligini hisobiga bunaqangi fundament uy sathi bilan bir xil holatda qilingan. Fundamentimiz razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, balandligi 45 sm, ya'ni uyimizga 3 pog'ona zina bilan ko'tariladi. Betonimizni xarajati 25,6 kuba beton quyish kerak. Beton uchun standart holatda 7 tonna 680 kg sement ketadi. Albatta buni mustahkamligi uchun ichiga 12 li armaturadan to'qilganda umumiy hisobda 850 metr armatura sarflanadi. Albatta sizlarda savol bo'lishi mumkin, 2 qavatli uchastkada padoshi bo'lmaydimi? Hokazo savollar. Albatta buni ishchi chizmalarida polnisti hamma yo'g'i, kalari, kolonna, regel hamma ishchi chizmalari beriladi. Endi devor razmerlariga o'tamiz. Asosiy bo'lgan 2 qavatli uyimizning devorlarini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda ko'rib turganingizdek, mana bu yerda boya aytib o'tganimdek sanuzeli joylashtirib ketilgan. Devorlarimiz tashqi taraflari 1,5 g'ish uriladi, qolgan ichkarida ayrim yuk ko'taradigan devorlari ham 1,5 g'ish, qolganlari esa holatiga qarab 1,5 g'ish yoki 1 g'ish hisob olingan. Mana shunda umumiy devorimizni rasxodlarini aytib o'tadigan bo'lsam, ikkala qavatimizni hisoblaganimizda devorimiz rasxodlari 55,200 ta g'ish sarflanadi. Qavat balandliklariga to'xtaladigan bo'lsak, har bir qavat balandliklari toza 3,20 santimetrdan qoladi. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali yurib
tanishtirib o'tadigan bo'lsak, dastavval ko'cha tarafdan boshlaymiz. Mana bu bizda ko'cha tarafimiz hisoblanadi. Darvozaxonamiz o'rtada, ya'ni sentrda joylashtirib o'tilgan. Pirovod qismidan kirganimizda bunaqangi boya aytib o'tganimdek keng kattagina naves qismi hisoblanadi. O'ng qo'l tarafda yozgi oshxonalar, tapchan so'rilar, mana bu taraflariga bemalol avtomobillarini va qanaqadir marosimlarda bemalol mehmon kuzasalar bo'laveradi mana bu naves qismimizda. Endi asosiy bo'lgan 2 qavatli uyimizni ko'rib turganingizdek mana shunday holatda joylashtirib ketilgan va uyimizni mana bu tarafidan, yon tarafidan orqa hovli tarafga o'tsalar bo'laveradi. Uyimizga mana bu zinalar orqali ko'tarilganimizda dastavval birinchi bunaqangi terasa qismimiz joylashtirib ketilgan va uyimizga asosiy 2 ta eshik orqali kiriladi. Asosiy eshigimiz mana bu yerda o'rtada joylashtirib ketilgan. Mana bu tarafda mehmonxonamizni borligini hisobiga bu yerga yana eshik qoldirib ketiladi. Ikkala yonida deraza, o'rtada eshik bo'ladi. Bu mehmonlarimizni tashqari muhitdan olib kiradigan eshigimiz hisoblanadi. Mana bu eshikdan kirganimizda umumiy birinchi qavatimizni xonalar joylashuv mana shunday holatda ko'rib turganingizdek kirganimizda o'ng qo'lda bunaqangi mana bu yerga shkaf qo'yishlik uchun joy qoldirib ketilgan. Koridorimizda o'ng qo'l tarafida keng kattagina mehmonxonamiz joylashtirib ketilgan. Mehmonxonamizni derazalari panoramik holatda ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Mehmonxonamizdan chiqadigan bo'lsak, bizni hol qismimiz bunaqangi holatda, ya'ni bu yer studiyniy holatda qilingan. Mana bu tarafga oshxona mebellarini terib, mana bu tarafda esa mягкий divan qo'ysa bo'laveradi. Ovqatlanib o'tiriladigan joy ham mana shu yerda qilingan. Oilaviy o'tiriladi. Bunaqangi dekorativniy chiroyli holatdagi naborlarimiz bizni va bizni ikkinchi qavatga olib chiqadigan zinamiz mana bu o'rtada qoldirib ketilgan. Agar koridordan to'g'riga yuriladigan bo'lsa, to'g'ridagi bu birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi hisoblanadi va umumiy yuvinish xonasini ikkala yonidagi xonalarni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, mana bu birinchisi kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi keng kattagina holatda bunaqangi ko'rinishda. Xonasining derazalari orqa hovli tarafga panoramik holatda deraza qoldirib ketilgan. Mana bu eshik orqali kirganimizda 2 xonali sanuzelimiz hisoblanadi. Mana bu yer bizda yuvinish xonasi bo'lsa, mana bu yer esa hojatxona hisoblanadi. Hojatxonamizni nimaga bu yerga joylaganimiz sababi, yuvinayotganda qanaqadir hojatga ehtiyojlari bo'ladigan bo'lsa, hojatxonadan foydalansalar bo'laveradi va hojatxonamizni yoqimsiz hidlari bu tarafga urmasligi uchun mana bu yerga tashqari muhga qaratib o'tilgan fortichka qoldirib ketilgan. Bu bizda kattalar yotoqxonasi bo'ldi. Endi bu xonamizni ro'parasidagi mana bu xona esa bizda klient xohishini inobatga olganda bu bizda umumiy o'tiriladigan xona hisoblanadi. Endi har kim o'z xohishiga qarab bu yerda bolalar yotoqxonasi qilib qo'ysalar ham bo'laveradi. Bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, mana bu yerda bizni ikkinchi qavatga olib chiqadigan zinalarimiz bor. Birinchi qavatda umumiy 4 ta xonamiz bor va ikkinchi qavatda ham umumiy 4 ta xonalarimiz joylashtirib ketilgan. Umumiy olganda 8 xonadan iborat bo'lgan uchastkamiz bizni. Ikkinchi qavatimizni tanishtirishdan oldin bu tarafdagi, ya'ni orqa hovli tarafdagi muhitimizni tanishtirib o'tamiz. Mana bu yerdan to'g'ri kelganimizda bu to'g'ridagi bizni tashqaridagi yozgi hojatxonamiz hisoblanadi. Bundan mehmonlar foydalansa ham yoki uy egalari orqa hovlida yurgan paytda foydalansalar ham bo'laveradi. Mana bu ikkinchi xonamiz esa bizda katta yo'l qismi hisoblanadi. Katta yo'limiz ham keng kattagina qilib olingan. Orqa hovlida ham metrdan ziyod oshiq joyimiz qoldirib ketilgan. Agar xohlasalar bu tarafga yozgi oshxonalarni ko'chirib olsalar ham bo'laveradi. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Agar sizga ushbu loyihamizni ikkinchi qavat xonalar joylashuvi, ya'ni planirovkasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lgan holatda bizga aloqaga chiqsangiz, bu uchastkamizni ikkinchi qavat xonalar joylashuvini planlarini sizga taqdim etamiz. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga aloqaga chiqishingizni so'rab qolamiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.